2026-yilning dastlabki 4 oyida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 26,3 milliard dollarni tashkil qildi. Bunda Xitoyning ulushi 23,6% ga yetdi. Xususan, yanvar-aprel oylarida ushbu mamlakat bilan savdo hajmi 2 milliard dollarga yoki 49% ga ko'paydi. Xitoydan keyingi eng yirik savdo hamkorlarimiz Rossiya va Qozog'iston. Aprel oyiga kelib, yarim yillik tanaffusdan keyin oltin sotuvi ham boshlandi. O'tgan oyda 1,5 milliard dollarlik qimmatbaho metall eksport qilingan. Shuningdek, yanvar-aprel oylari davomida 129 million dollarlik gaz, 234 million dollarlik neft va neft mahsulotlari, 82 million dollarlik elektr toki sotuvi ham amalga oshirildi. O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari olib kirilishi ham keskin oshib boryapti. Hisobot davrida donli ekinlar importi 72% ga, go'sht va go'sht mahsulotlari importi 63% ga, shakar va shakar mahsulotlari importi esa qariyb 50% ga ko'paydi.